بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida darslarda aytgan edik. Mantiq ilmidan asosiy maqsad fikrlashdagi xatolarni ketkazishlik, bu to'g'ri fikrlashni o'rgatishlik dedik. Ya'ni u shunday qonun va qoidalarki, ta'simu mura'atuha zihna 'anil khata'i fil fikr yoki fit tafkir dedik. Va yana mantiq ilmini asosiy ikkita mavzusi bor dedik. Katta birinchisi tasavvurot va ikkinchisi tasdiqot dedik. Endi tasavvurot deganda tasavvurot qismini asosiy mabodilari, asoslari bu kulliyat xomsdir. Lekin maqsad esa bu kulliyat xomsdan va umuman tasavvurdan maqsad, asosiy ko'zda tutilgan g'oya bu al-qavl ash-sharih yoki ta'rifdir. Yoki hadd deyiladi. Bu hammasi bitta narsaga ishlatiladi. Al-qavl ash-sharih yoki hadd yoki ta'rif degan narsa. Nimaga? Chunki inson to'g'ri aqlida, zehnida biror bir tushuncha haqida yoki biror bir narsa haqida to'g'ri xulosaga kelishligi, to'g'ri fikrlashligi, to'g'ri tushunchaga ega bo'lishligi bu qavlu ash-sharihga bog'liqdir, ya'ni ta'rifga bog'liqdir. Masalan, agar sizga biror bir narsani kimdir tushuntirsa, misol uchun mana biz aytamiz, kalima nima desa, nahv ilmida biz nima deymiz? Kalimaning ta'rifini aytamiz. Al-kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufradin deymiz. Mana bu bilan biz demak kalima degan tushunchaga ta'rif berdik. Va bu ta'rif to'g'ri bo'lganligi uchun ham bizda to'g'ri tushuncha, mafhum hosil bo'ldi. Biz kalima deganda to'g'ri tasavvurga ega bo'lamiz. Bu ta'rif asosida. Bu narsa demak mantiq ilmidagi eng katta bir qism, ya'ni tasavvurot qismini asosiy maqsadlaridandir. Sizga to'g'ri ta'rif nima o'zi? Mana shu narsani o'rgatishlik. Va bu narsa o'ta muhim. Inson fikrlashligida ham, gaplashishligida ham va yana ilmiy sohada ham o'ta muhimdir. Siz agar biror bir narsaga ta'rif bersangiz, lekin siz ta'rifingiz to'liq bo'lmasa va jami' ma'niyalik degan narsalar bor. Hali o'tamiz bu narsalarni. Bu narsalar bo'lmasa agar siz ta'rifingizda, siz o'z-o'zidan ilmiy ishingiz ham yoki sizni gapingiz ham yoki sizni tushunchangiz ham noto'g'ri bo'ladi. Demak, bu narsa shu ta'rifga bog'liqdir. Va bu narsa ilmiy sohada, misol uchun arabiyat kitoblarida, fiqh kitoblarida, masalan fiqhni o'rganayotganingizda, misol uchun ariya nima? Masalan, ijara nima o'zi? Va hokazo shunga o'xshagan, ya'ni bu narsa ijara deganda yoki ariya deganda o'sha ariyani lug'aviy ma'nosini keltiramiz va yana fuqaholar bergan ta'rifini keltiramiz. Va shu ta'rifi to'g'ri bo'lishi kerak. O'z-o'zidan. Va mana shu demak barcha shar'iy ilmlardagi va yana inson fikrlashdagi va hozirgi zamonaviy bizni holatimizda ham ta'rif o'ta muhim narsadir. Shuning uchun ham bu tasavvurot qismini asosiy maqsadlaridan hisoblanadi. Ya'ni bu al-kulliyat xoms, biz o'rgangan kulliyat xomsimiz to'g'ri bu narsani alohida ya'ni tatbiq qilib, tatbiqiga doir ba'zi misollarni keltirdik. Kulliyat xoms, lekin kulliyat xomsdan asosiy iroda qilingan narsa ham o'zi ta'rif hisoblanadi. Chunki ta'rif ichida shu kulliyat xoms asosida bo'ladi, ta'rif. Hozir inshaalloh bu narsani o'tamiz. Demak, musannif rahimahulloh aytdilar, al-qavlu ash-sharih dedilar. Bu yerda ash deb qo'yganlar, ya'ni qisqartirib, chunki eski kitoblarda
bu masalan yuqorida yuqolu degan narsani ham ya'ni xuddi shunday qisqartirib yozishgan, bu ko'p uchraydi. Bu ham mana shunaqangi nasta'li xatida yoki xat al-farisi deb qo'yiladi va yana qo'l yozma kitoblarida ham xuddi shu holat kuzatiladi. Ya'ni qisqartirma. Bu narsani ko'pchilik tushunadi. Bu yerda ham al-qawlu deb qo'yganlar, ya'ni bu yerda al-qawlu sharih. Nima uchun al-qawlu sharih desa? Chunki qo'l degan narsani bunga ishlatishlik durust bo'ladi. Chunki siz so'z bilan siz ta'rif berasiz o'z-o'zidan. Sharih deganichi desa, sharih bu siz o'sha tushunchani yoki biror bir narsani ta'rif berishligingiz asnosida sharhlaysiz aslida. Ochib berasiz. Shuning uchun al-qawlu sharih deb nomlangan. Va keytidan al-hadd deyaptilar. Yana chunki bu ikkalovi bitta narsa. Al-qawlu sharih bu yerda bu narsani go'yoki ya'ni bobni boshlanishi sifatida, ya'ni hada babu qawli sharih desa ham bo'ladi, ya'ni taqdir qilib, yoki al-qawlu sharih buni mubtado qilib al-hadd deb turib uni xabar qilsa ham bo'ladi. Ya'ni ikkalovi bitta narsa degan ma'no bo'ladi. Yoki badal qilsa bu ham bo'ladi. Al-qawlu sharih, al-hadd, ya'ni qawlu sharih va hadd ham bu qawlun, bu xabari bo'ladi. Hammasi mubtado bo'ladi. Badal va mubdal minhu mubtado. Al-qawlun dalun bu maxsus sifat bilan xabar bo'ladi aslida. Ya'ni qawlu sharih va hadd bu mana bu narsadir demoqchi bo'lgan bo'ladi. E'robiy jihatdan. Endi ta'rif shunday narsaki, ulamolar, ya'ni mantiq ulamolari va barcha ma'qulot ilmlarida ham ta'rif ba'zi holatlarini zikr qilishadi. Ya'ni masalan ta'rif doimo muarraf bo'lgan narsadan ko'ra kengroq bo'lishi kerak. Ya'ni masalan siz va ochiqroq bo'lishi kerak. Siz agar misol uchun mana piyola nima desa, siz piyolaga ta'rif beryapsizda, sizni misol uchun ta'rifingiz piyoladan ko'ra mubhamroq bo'lsa, demak bu ta'rif emas o'zi aslida. Ta'rifdan asosiy maqsad o'sha muarraf bo'lgan narsa, u narsa predmet bo'lishi mumkin, tushuncha bo'lishi mumkin, ma'no bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'sha narsani ochib berish kerak aslida. Va undan ko'ra zohirroq bo'lish kerak. Hop. Demak, ta'rifi nima ekan? Qawlun dalun ala mahiyati shay'i wa huwa alladhi yatarakkabu an jinsi shay'i wa faslihi al-qaribayni. Qawlun dalun, qo'l shunday bir so'zki, dalun dalolat qilguvchidir. Ya'ni buni aytdik, maxsus sifat dedik. Ala bu mutaalliq dalga tabiiyki ala mahiyati shay, biror bir narsani mohiyatiga. Mohiyati o'sha narsani haqiqati degani. Va mahiyat nima o'zi desa, ya'ni mahiyatu shay ma huwa bihi. Huwa deyishadi, ya'ni xuddi shunaqa tushuntirishadi. Ya'ni biror bir narsaning mohiyati u shunday narsaki, o'sha narsa sababli haligi narsamiz u bo'ladi. Ya'ni masalan bu nima degani? Ash-shay allazi bihi huwa u mohiyat, u shunday narsaki, ya'ni mohiyat deganda biza tushunadigan narsa, mohiyat deganda ya'ni inson tushunadigan narsasi u shunday bo'ladiki, u o'sha narsa sababli haligi narsamiz, misol uchun mana aytaylikki, ozodlik degan so'zni olaylik. Ozodlik degan so'zini mohiyati nima? Yoki piyola, yoki mashina, yoki kitob deylik va hokazo. Masalan, o'sha narsani mohiyati nima desa, o'sha narsa u bo'ladi. Ya'ni u bo'ladi degani, o'sha narsamiz shunday insonga tushuniladi, zohir bo'ladi, aslida voqelikda bizga namoyon bo'ladi. Ya'ni u narsasiz, mohiyatsiz haligi u narsamiz u deb bo'lmaydi. O'shanday bo'lmaydi. Bu yerda mantiq ulamolari sal
qiyinroq qilishi huva deyishgan, aslida huva o'sha narsa, birinchi narsaga bo'ladi, huva ya'ni o'sha narsaga bo'ladi, lekin iroda qilingan narsa ikki xil narsa. Ya'ni masalan qachon inson bo'ladi degan so'z bor, o'z-o'zidan, ya'ni masalan ba'zida inson shunaqangi jinoyatlar qilishi mumkinki, ya'ni insonlikdan chiqib ketadi u odam. Ya'ni inson qachon inson bo'ladi degan ibora bor, to'g'rimi? Inson bo'ladi agar unda shu ma'naviyat bo'lsa, unda odob bo'lsa, unda axloq bo'lsa, unda aql, zakovat bo'lsa va hokazo. Ya'ni biz bu narsani bunday tushuntiramiz. Ya'ni inson mohiyati, insonni inson bo'lishligi degan. Xuddi shuningdek mahiyatu shay allazi bihi huwa. Xuddi shunday, ya'ni ta'rif berilgan ekan. Xo'p, mahiya degan narsani tushundik. Va huwa allazi, ya'ni va huwa degani, ya'ni bu yerda yana ta'rif beryaptilar. Bu yerda al-hadd qawlun dalu ala mahiyati shay dedilar, go'yoki bir ta'rif berdilar qisqagina. Va huwa yana xuddi shu narsa, allazi ya'ni o'sha qawlu sharih yoki haddimiz yatarakkabu tarkib topadi an jinsi shay, biror bir narsani jinsidan. Ya'ni jins bo'lish kerak. Biz yuqorida o'tgan kulliyat xoms. Ya'ni masalan siz insonga ta'rif bermoqchi bo'lsangiz, insonni jinsi nima? Hayvon, u tirik jonzot aslida olganda. O'sha uni jinsi. Va yana uni fasl deganda uni o'sha ajrab boshqa narsalardan ajratib turadigan shunaqangi xususiyati. Va biz u narsani notiq sifatida olamiz. Ya'ni al-hayvon notiq deymiz, ya'ni ongli, ya'ni aqllaguvchi hayvon deganida. Ya'ni masalan inson, hayvon, ya'ni tirik jonzot, notiq, aql egasi bo'lgan, человек разумный deyiladi rus tilida. Mana shu narsa, demak, hayvon deganimizda o'sha inson ga nisbatan bu jins bo'ladi va notiq esa uni fasli bo'ladi o'z-o'zidan. Endi al-qaribayni nima degani? Qarib degani yaqin degani. Chunki biz hozir bu yerda ba'id nima degan narsani tanishib chiqamiz. Demak, biz masalan insonga nisbatan ta'rif berayotganimizda uni yaqin jinsini va yaqin faslini olamiz. Va yoki faqatgina insonga emas, har qanday narsaga biz ta'rif berayotgan bo'lsak, o'sha narsani yaqin jinsini va yaqin faslini olib keyin ta'rif beramiz. Va hayvon notiq deymiz bin nisbati ilal inson, insonga nisbatan aytamiz. Demak, va huwa al-haddu tam. Mana shu holatda demak bu al-haddu tam deb nomlanadi. To'liq had deyiladi. Yoki boshqacha aytganda to'liq ta'rif deymiz masalan. Xo'p, demak bu yerda biz inson deganda uni hayvon notiq deb ta'rif berdik. Endi albatta savol bo'ladi. Bu yerda ba'zi masalan hozirgi zamonda ko'proq dindorlar yoki mantiq ga ko'proq qarshi bo'ladigan shu masalan ba'zilar bu falsafachilarni, eski Yunon ulamolarini insonga nisbatan berilgan ta'rifi, masalan hayvon notiq degan ta'rif to'g'ri ta'rif emas deyshadi. Endi bu narsa shunday narsaki, albatta biz hozir mantiq ulamolarining hamma aytgan narsasi, hamma aytgan so'zi to'g'ri degan narsani biz ilgari surmaymiz. Ularning hozir masalan mantiq ilmini o'rganayotgan bo'lsak ham, mantiq ilmi bu bir olatdir. Bu bir ya'ni masalan aytaylikki asbobga o'xshaydigan narsada. Siz masalan muayyan bir asbob bo'lsa, misol uchun atyorka deylik yoki pichoq deylik masalan, u ham bu a'la. Bu narsa bilan siz foydali narsalarni qilsangiz ham bo'ladi, zararli narsalarni qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqangi olat bu, vosita xolos aslida olganda. Endi bu narsani bu sohada inson o'zi harakat qilib, aqlini ishlatib bu narsaga kelganligi uchun albatta xatodan xoli emas. Lekin shundayki, zamonlar osha masalan juda ham ko'p yillar bo'lgan bo'lsa, bu qonunlarni ya'ni asos solinganiga
Misol uchun shu Aristotellar, ulardan oldingi, ulardan keyingi bo'lgan falsafachi ulamolar, undan keyin masalan islom ulamolari ya'ni tajdid qilishdi mantiq ilmini, lekin shu narsaga ular to'xtashgan. Nimaga desa, chunki bundan yaxshi ta'rif yo'q aslida olganda. Nimaga desa, chunki bu yerda aqliy jihatdan ko'p narsa e'tiborga olingan. Ya'ni masalan hayvon deganda bu masalan birdaniga bizni masalan xosatan o'zbek tilida ya'ni bu salbiy bir ma'noni olib kelib turib, o insonni hayvon deyapti, bu qanaqa bo'ldi degan narsa bo'lish kerak emas aslida. Hayvon tirik jonzot sifatida-da, aslida olganda. Tirik jonzot sifatida. Shuning uchun masalan rus tilida ham животное deydi. Shu жить degan so'zdan-da, живой, животное, жить masalan va hokazo. Yoki shu ma'no masalan maxluq degan ma'noda ham, masalan tvar deyiladi rus tilida, tvarение, tvarец deydi masalan yaratguvchi, xoliq degan ma'noda, lekin tvar desa ya'ni qandaydir bir salbiy faqatgina ma'noda tushuniladigan bo'lib qolgan, shunday eshitilinadi. Hayvon ham xuddi shunday. Masalan o'zbek tilida bo'lsa yoki arab tilida bo'lsa, ya'ni yo'q, aslida unday emas. U narsani sal bu ilmiy sohada sal lug'aviy ma'nosiga qarab, o'sha etimologiya deyiladi, bu so'zni kelib chiqishi, ishtiqoqiy ma'nolarga nisbatan nazar solish kerak. Shuning uchun masalan insonga nisbatan berilgan bu ta'rif hayvon notiq degan ta'rifdan ko'ra yaxshiroq, to'liqroq va ya'ni aqliy jihatdan olib qaraganda nisbiy bu narsalar albatta aytishimiz, bundan ko'ra yaxshi ta'rif berilmagan. Shuning uchun ya'ni bu soha olimlari ya'ni juda ham ko'p sohani biladigan insonlar bo'lishgan va ayni ularni bu qoidalari juda ham ko'p sohaga ta'sir o'tkazgan o'z-o'zidan. Shuning uchun demak bu narsaga masalan islom ulamolari ham bu narsani o'rgangandan keyin uni ba'zi bunga islomga zid keladigan, islom aqidasiga zid keladigan narsalarni tajdid qilishgan va ko'p narsani olib qolishgan. Bu olib qolgan narsa albatta o'sha ulamolar ham, islom ulamolari ham bu narsadan qoniqqan va bu narsani to'g'ri deb bilganligi uchun qolgan tajdiddan keyin. Xo'p, bu endi demak biz agar biror bir narsaga ta'rif berayotgan bo'lsak, o'sha narsani yaqin jinsini olib va yaqin faslini olib keyin ta'rif beradigan bo'lsak, bizning ta'rifimiz to'liq ta'rif bo'ladi. Xo'p, nimaga bu narsani to'liq deyapmiz desa, chunki to'liq bo'lishligining sababi chunki bu zotiy bo'lgan narsalardan tashkil topganligi uchun deyiladi. Nimaga zotiy desa, chunki bu al-jins va fasl aslida olganda bular zotiy narsalar o'zi aslida. Ya'ni insonni zotiga tegishli bo'lgan narsa. Chunki biz kulliyotni tanishib o'rganib chiqayotganda aytdik, kulliyot 5 ta, o'sha jins, nav va fasl va keyin al-xossa va arad am dedik. 3 tasi zotiy va 2 tasi aradiydir. Zotiy degan narsani aytdik biz, ya'ni biror bir narsani u zotiga tegishli bo'ladi, uni mohiyatiga tegishli bo'ladi. Shuning uchun siz agar biror bir narsaga ta'rif berayotgan bo'lsangiz va zotiy narsalardan foydalangan holatda ta'rif bersangiz, sizning ta'rifingiz albatta nima bo'ladi? O'sha asos, o'sha narsani asosi va o'sha narsa haqidagi tushuncha, ya'ni tashqariga chiqib ketmagan, mohiyatdan tashqariga chiqib ketmagan ta'rif bo'ladi. Biz misol qilib keltirdik eshiklarda bo'lsa, masalan bir odam ishga olayotgan bo'lsa, biror odamni, mutaxassisni, siz agar uni ochki taqqaniga qarab turib, chiroyligiga qarab turib, voy chiroyli bola ekan deb turib masalan, yoki juda ham xushbichim, chiroyli kiyim olgan, masalan, o'sha kiyimiga qarab turib siz ishga oladigan bo'lsangiz, sizni bu ixtiyoringiz to'g'ri emas yoki effektivniy emas. Ya'ni unaqangi samara bermaydi. Nimaga? Chunki siz uni zotiy mohiyatiga taalluqli fikr qilmadingizlar. Uni zotiga tegishli narsa emas-da, uni kiyimi, ko'rinishi. Chunki mutaxassis odam ishlaydigan, sizga haqiqatda sizni masalan biznesingiz bo'lsin, sizni faoliyatingizga foyda yetkazadigan mutaxassis u ko'rinishi, qaysi tilda gaplashishligi yoki uni misol uchun qanday kiyinganligi emasdi.
u mohiyatdan tashqaridagi narsalar, bular aradiy narsalar. Shuning uchun siz agar uni mutaxassisligi, uni ko'p tajribaga ega ekanligi, o'zini sohasini yaxshi bilishligi, mana shunga o'xshagan sifatlarga, siz zotiy sifatlarga e'tibor bersangiz, siz albatta baraka topasiz. Siz bu tanlagan ixtiyoringiz ham to'g'ri bo'ladi. Va bu narsa hamma narsada bo'ladi. Masalan, siz aytaylik, bu narsa mana ta'rif masalasi, hozir bunga alohida to'xtalamiz. Ya'ni bu ta'rif bizga bu dunyoviy jihatda qanday foydalar yetkazadi, mana shunga to'xtalamiz albatta. Lekin mana misol tariqasida aytamiz. Bu narsani masalan hozirgi paytda masalan ya'ni media savodxonlik degan ibora bor. Bilsanglar, ya'ni o'sha mediyna gрамотность deyiladi yoki shunga o'xshagan ya'ni iboralar. Ya'ni masalan siz kelayotgan mediadagi informatsiyalarni siz qabul qilishligingiz va qaysi birini qabul qilishingiz kerak o'zi aslida. Mana shu sizni o'sha ta'rif haqidagi tushunchangizga bog'liq bo'lgan narsa, bevosita bog'liq bo'lgan narsa. Agar siz bu narsani, ya'ni nima narsa, o'zi zotiy narsa nima va nima aradiy narsa, bu narsani siz umuman farqiga bormaydigan bo'lsangiz, sizni manipulyatsiya qilish juda oson bo'ladi. Ya'ni sizni yosh bolani o'ynatgandek o'ynatiladi. Zotan insonlarni ya'ni deyarli 90% xuddi shundaydir. Chunki 90% fikrlashlikni bilmaydi. 90% aholi, ya'ni bu masalan o'sha haligi zomba yashik deb qo'yiladi televizorda. Xuddi shuni o'sha televizorda nima aytsa, o'sha narsaga laqqa tushib ishonishadi. Bu hozir masalan televizordan keyingi bu gadjet, bu internet rivojlanib hamma yoqqa kirib borganligi uchun bu narsadan ham foydalanishyapti. Bu mediadan ham foydalanadi. Masalan, bu davlatlar bo'lsin yoki siyosatda yoki mahsulotlar marketingida masalan bu narsadan juda yaxshi foydalanishadi. İnsonlarni shu fikrlashligi, insonlarning tushunchasiga qarab turib va u insonlarni shu savodxon bo'lmaganligi uchun savodsizligidan juda ham foydalanishadi. Xo'p, demak bu narsalarga hali inshaalloh to'xtalamiz. Wal haddun naqis, naqis had va huwa allazi yatarakkabu min jinsihi al-ba'id wa faslihi al-qarib. U shundayki, shunday hadki tarkib topadi o'sha narsani uzoq jinsidan va yaqin faslidan. Ya'ni shundayki, masalan mana misol tariqasida uzoq jins dedilar. Ya'ni jins deganda albatta o'sha narsani zotiy bo'lgan narsasidan, shu kulliyotda biz ta'rifini tanishib chiqdik. Jins nima ekanligini. Ya'ni jismni misol keltiryapti. Jismun natiq deyaptilar. Insonga nisbatan. Ya'ni hayvon emasdi, chunki hayvon degan narsa masalan yaqin jins hisoblanadi-da. Chunki o'sha hayvon degan narsa bizni masalan insonga nisbatan aytadigan bo'lsak, bu masalan jonsiz bo'lgan narsalar, o'simliklar, to'g'rimi? Mana shu narsalardan bizani ajratib beradi. Hayvon deydigan bo'lsak, demak o'z-o'zidan, ya'ni inson demak o'simlik emas, inson xo'p jonsiz narsa emas, predmet emas degan narsaga boradi. Demak bu narsani bizga ajratib beradi. Lekin mana shu xususiyatni jism ham qiladi aslida olganda. Ya'ni hayvon va jism deydigan bo'lsa. Lekin hayvonchalik emasda masalan inson deydi, insonga nisbatan agar biz masalan hayvon deydigan bo'lsak, o'z-o'zidan faqatgina ajratadigan narsamiz hayvonlar qoladi. Ya'ni hayvonlar sherik bo'lib qoladi. Hayvon deganda insonga ham ishlatamiz, bu yerda sigirga ham, otga ham ishlatamiz bu narsani. Lekin o'z-o'zidan haligi biz faslni aytishligimiz bilan bu sigir, otlar chiqib ketadi o'z-o'zidan va insonni o'zi qoladi. Bu hayvon notiq deymiz ta'rifda. Shu yerda biz yaqin jinsini oldik va yaqin faslni oldik. Endi xo'p, uzoq jinsi desak, jism misol tariqasida keltiryaptilar. Jism. Chunki nimaga jismni uzoq deyaptilar?
ya'ni uzoq va yaqinlik nimaga nisbatan desa, o'sha ya'ni bu uzoq va yaqinligi insonga nisbatan, masalan jism desak, o'z-o'zidan hayvonga ham jism deya olamiz. Lekin bu yerda shunday bo'ladiki, bu ta'rifimiz ya'ni jomi va moniylik jihatidan haligi birinchi ta'rifdagi kuchli bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki jism degan narsada biz o'simliklar ham jism hisoblanadi asl olganda. Shuning uchun demak jism deganda biz o'z-o'zidan haligi jon, ya'ni biz moniylik sifati qolmaydi ta'rifimizda. Hop, jomiyligi bo'ladi. Ya'ni inson kirdi, hayvonlar kirdi jism deganimizda. Lekin biz masalan o'simliklarga nisbatan ham jism deya olmaymiz. Chunki o'simliklar daraxt jismi deyiladi masalan. To'g'rimi? Xo'p, demak shu jihatdan, demak moniyligi jihatidan unda nuqson bor ekan. Shuning uchun ham biz masalan yaqin jins bilan uzoq jinsni orasidagi farq mana shu narsada. Demak, o'sha moniyligida farq bo'ladi. Masalan, hayvon deydigan bo'lsa hech qachon o'simliklar kirmaydi-da. Lekin jism deydigan bo'lsa o'simliklar kiradi o'z-o'zidan. Endi albatta bu yerda keyingi faslni aytishligimiz bilan, ya'ni insonga xos bo'lgan notiq deyishligimiz bilan bu o'simliklar chiqib ketadi. Chunki bular o'simliklarda jism bo'lgani bilan bularni jism deydigan bo'lsak ham daraxt jismi deyishimiz mumkin masalan. O'simliklar, shunga o'xshagan narsalar. Lekin notiq deyishligimiz bilan o'z-o'zidan bular chiqib ketadi. Lekin baribir bu o'sha narsani jins e'tiboridan bu uzoqroq narsada, inson mohiyatidan ko'ra uzoqroq. Lekin hayvon desa inson mohiyatiga nisbatan bu yaqinroq. Shuning uchun ham hayvonni biz jins qorib dedik, lekin jismni biz jins ba'id deyapmiz. Xo'p. Va fasluhil qorib, ya'ni qorib bo'lgan fasli dedik, unda notiq insonga nisbatan. Demak, mana bu demak ikkinchi ta'rif ekan. Va bu narsani al-hadd an-naqis deb nomlanar ekan. Keyingisi ar-rasmut tam. Ar-rasm, bu ham rasm ham bitta ta'rifni qismi o'zi asli olgan. Ya'ni musannif rahimahulloh, ya'ni qavlu sharih mavzusiga kirish turib bizga ya'ni 4 ta ta'rifni qismini aytdilar. Rasmut tam shundayki, va huwa allazi yatarakkabu an jinsil qarib li shay va khassati lazima. U shundayki, biror bir narsa uchun bu biror bir narsaga nisbatan yaqin bo'lgan jinslar va o'sha narsaga lozim bo'lgan xossadan tarkib topgan bo'ladi. Va buni rasmut tam deyiladi. Va rasm bu so'z bizga tanish, chunki u yuqorida biz kulliyot xomsani o'tayotgan paytda nima dedik? Va yursamu dedik, to'g'rimi? Va ta'rif beriladi va tushuntiriladi, ifoda qilinadi deb tushuntirdik. O'sha yerda yursamu, rasama, yarsimu, bu yerda yursamu, ar-rasm, bu yerda o'sha ta'rif ma'nosida bu ham. Ya'ni ifoda qilish, ta'rif qilish ma'nosida. Lekin bu o'zgacha bu narsa. Eng kuchlisi al-hadd tam. Undan keyingi darajada al-hadd noqis. Undan keyingi darajada ar-rasmut tam turar ekan. Demak, rasmut tam shundayki, o'sha biror bir narsani yaqin jinsi bo'ladi va lekin fasl emasda. Lekin faslni o'rniga unga lozim bo'lgan xossalar aytiladi. Masalan, hayvonga o'xshash. Kal hayvon ad-dahik fi ta'rif al-inson. Masalan, inson ta'rifida biz aytsak, kal hayvon ad-dahik desak. Ya'ni hayvon desak uni yaqin jinsi, bu narsani bildik. Ad-dahik lekin bu fasl emas. Ad-dahik faqatgina xossa bu. To'g'rimi? Chunki bu shu biror bir narsani zotiga tegishli bo'lmagan, aradiy bo'lgan va o'sha narsada faqatgina bitta haqiqatda topiladigan bo'lsa, xossa, ko'p haqiqatlarda topiladigan bo'lsa, unda arada am dedik, to'g'rimi? Demak, masalan biz ta'rif bersak, insonga ta'rif berayotganda biz al-hayvon ad-dahik deydigan bo'lsak, kulguvchi hayvon deydigan bo'lsak,
Albatta bu ta'rif bu ham, lekin bu ta'rifimiz rasm muttaham deb nomlanar ekan. Nimaga desa, chunki bu ham ya'ni kuchli ta'rif emasda. Bizga qandaydir bir ma'no beryapti. Haligi muarraf bo'lgan narsa haqida bizga muayyan bir ma'no beryapti. Lekin to'liq emas bu narsa. Chunki masalan dohik degan narsa garchi bu insonga xos bo'lsa ham bu narsa, lekin insonni zotiga tegishli bo'lgan, ya'ni biz hali aytdik-ku, birlamchi bo'lgan, zotiga tegishli mohiyatidagi narsa emasda. Chunki bu dohik u barobarki bil quvva bo'lsin yoki bil fi'l bo'lsin, bu insonga xos bo'lgani bilan, lekin inson mohiyatidagi narsalar emas. Balki insonda bu narsa paydo bo'ladigan narsa, muayyan bir holatlarda ba'zi hissiy narsalar sababli yoki ba'zi tashqi yoki ichki qandaydir holatlar sababli vujudga keladigan bir fiziologik holat bo'lsa olganda. Demak, bu lekin inson mohiyatidagi narsa emas. Shuning uchun ham ta'rifda insonning mohiyati u aql egasi ekanligi, ya'ni ongli bo'lganligi. Shuning uchun ham al-hayvon notiq desa, bu to'liq eng kuchli ta'rif bo'ladi. Lekin al-hayvon dohik dedi kimdir. Bunda ham biz o'sha narsa haqida, muarraf haqida tushunchaga ega bo'ldik, tushundik. Lekin haligi bizni o'sha hayvon degandan keyin haligi hayvonning ichiga kiradigan narsalardan butkul ajratadigan zotiy narsa berilmadi. Shuning uchun bizga hali ya'ni bir qandaydir yetishmovchilik bor uni o'sha muarraf bo'lgan narsani tushunishlikka. Shuning uchun ham bu narsa 3-darajadagi ta'rif hisoblanadi. Xo'p. والرسم الناقص ما يتركب عن عرضيات يختص جملتها بحقيقة واحدة. وشنو الرسم الناقص شنو narsaki bir haqiqatga ya'ni xos bo'ladigan jumlasi, xos bo'ladigan jumlatuha degani hammasi degan. Xos bo'ladigan bir haqiqatga xos bo'ladigan aradiyotlardan tarkib topgan bo'ladi. Ya'ni ma u xabar bo'ladi. Ar-rasmun naqis mavsus sifat bo'lib turib mubtado, ma bu mavsula bo'lib turib va o'zining silasi bilan xabar bo'ladi. Jumla. Ma yatarakkabu an aradiyat. Aradiy bo'lgan narsalardan tarkib topgan bo'ladi. Ya'ni aradul omlardan tarkib topgan bo'ladi. Yaxtas jumlatu o'shalarning hammasi unda olib qaraganda jumlasi, ya'ni hammasi bi haqiqati vahida, bitta haqiqatga xos bo'ladi. Masalan, biz inson ta'rifida aytyapmizki, innahu mashin ala qadamayhi aridul azfari badil basharati almustaqimul qamati dahikun bit tab' deydigan bo'lsak masalan. Ya'ni bu hammasi masalan qaraydigan bo'lsak bu ta'rifga, ya'ni inson ikki qadamida yuruvchi, tirnoqlari keng, ya'ni unaqangi hayvonlarni tirnog'i keng emasda o'zi aslida olgan. Ularniki o'tkir bo'ladi va torgina bo'ladi. Maqsad ariddan iroda qilgan narsa insonga xos bo'lgan tirnoq ko'rinish ekanda bu. Arid. Shuning uchun bu insonga mohiyati bo'lmasa ham, lekin insonga tegishli bo'lgan, aradiy bo'lgan narsalardan ekan. Shuning uchun aridul azfar deyaptilar. Hayvonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, hayvonlarda nima? Hayvonlarda ingichkaroq va keng emas, va o'tkir bo'ladi. Xo'p. Badil bashara zohir degan ma'noda. Ya'ni yuzi, bashara jildi, yuzi degan ma'noda. Al-mustaqimul qoma, qomati tekis. Masalan, maymunlar qomati tekis emasda. Insonga qaysidir jihat o'xshab ketsa ham, lekin qomati tekis emas. Hayvonlar, jonzotlar ichida bitta inson qomati tekis aslida olganda. Xo'p. Dahikun bit tab'. Tabiatan kuluvchi. Ya'ni tabiatida kuluvchilik bor aslida. Mana bular qarasak hammasi ya'ni aradiyotlar, aradiy bo'lgan narsalar. Yoki boshqacha aytganda ba'zisi xossalar, ba'zisi aradu-om narsalar. Masalan, xossa degan bo'lsa faqat insonda topiladigan, bitta haqiqatda topiladigan narsa bo'lsa, unda ya'ni u aradiy bo'lgan narsa xossa deb nomlanadi. Bu narsa o'tdik. Lekin nima bo'lganda hammasi aradiy narsalar. İnson zotiga tegishli narsa yo'q bu yerda.
inson mohiyatidan tashqari bo'lgan narsalar, lekin insonga tegishli bo'lgan narsa. Endi siz masalan kimdir insonga ta'rif beryapti, shunday ta'rif beryapti. Inson nima desa, ikki qadamda yuruvchi, tirnoqlari keng, yuzi ochiq, misol uchun qomati tekis, tabiatan kuluvchi deyapti. Endi siz qanday bir ya'ni muarraf narsa haqida siz tushunchaga ega bo'lasiz. Lekin bu ta'rif albatta yuqoridagi ta'riflardek emas. Bu yerda qandaydir savollar qoladi. Shuning uchun ya'ni ta'rifni kuchi, effekti nuqtai nazardan albatta bu ya'ni eng oxirgi darajada turadi. Shuning uchun bu 4-darajadagi ta'rifdir. Endi mana shu mantiq ilmida ta'riflarni turi ekan. Demak, biror bir narsaga, biror bir tushunchaga, biror bir ma'noga siz ta'rif bermoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalardan kelib chiqib ta'rif berishingiz mumkin. Agar siz o'sha narsani yaqin jinsi va yaqin faslidan olib turib ta'rif beradigan bo'lsangiz, ta'rifingiz juda ham kuchli ta'rif bo'ladi. Birdaniga tushunadi. Chunki maqsad nima? Maqsad muarraf haqida tushunchaga ega bo'lishlik. Va albatta muarrafni shu 4 xil ta'rif berish mumkin muarrafga, to'g'rimi? Ya'ni o'sha biror bir narsaga 4 xil ta'rif berishligingiz mumkin, lekin 4 xilni ta'rifning darajasi har xil bo'ladi. Demak, siz agar al-hadd tam bilan ta'rif beradigan bo'lsangiz, bu yerdagi odam yoki o'zingiz masalan u narsani yaxshiroq tushunasiz, o'sha narsa haqida to'liqroq va yaqinroq va tezroq tushunchaga ega bo'ladi o'z-o'zidan. Va agar bu narsa darajasi tushirgan sari o'z-o'zidan shu narsani sifati ham pasayib boradi. Demak, bu 4 xil ta'riflar shunaqangi, ya'ni kuchli bo'lishligini e'tibori bilan mana shu tartibda joylashgan, ya'ni 4 xil. Endi bu narsa qachon ishlatilinadi? Bu hayotda qanday ishlatilinadi va bu narsa deyarli shar'iy ilmlarning hammasida ishlatilinadi. Masalan, siz mustalah ilmini olasizmi, hadis ilmlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, masalan, mutawatirga ta'rif masalan o'z-o'zidan. Ulamolar ta'rif berishlikda albatta bu mantiq qoidalaridan foydalanishadi. Va bu ta'rifni asosiy uni xususiyati bu jins va fasllarni ishlatib turib muarrafni tushunchasida jomilik va moniylikka ega bo'lishlikdir. Ya'ni masalan siz berilgan ta'rif, misol uchun agar jomi va moni bo'lmaydigan bo'lsa, unda bu ta'rif noqis ta'rif bo'ladi, noto'g'ri ta'rif bo'ladi. Yoki ta'rifni o'zida masalan aytaylik ta'rif o'sha muarraf narsani zotiga tegishli narsa emasda, arodiyotlardan, umuman mohiyatidan tashqaridagi bo'lgan narsa bilan agar ta'rif berilgan bo'lsa, bu ta'rif ya'ni o'zbek tilida aytganda opqochilingan ta'rif bo'ladi. Ya'ni gapni ko'paytirib mavzudan tashqariga chiqilingan narsa bo'ladi. Bu narsa qayerda ishlatiladi hozirgi paytda? Tadbiqlariga misol sifatida aytadigan bo'lsak, demak, bu faqatgina mustalah misolni aytdim. Masalan, usul, fiqh, arabiyat ilmlarining hammasida deyarli qayerda ta'rif borki, hammasida bu mantiq qoidasi ishlatilingan. Bu hozirgi biz o'rgangan ta'rif asosida bo'ladi. Demak, o'ylang, masalan 20 ga yaqin fan bor. Shar'iy fanlar bor. O'sha fanlarda siz agar ta'rif nima ekanligini bilmasangiz, mana shu qoidalarni yaxshi tushunmasangiz, hech qachon siz ta'rifni, agar o'zingiz biror bir narsa ta'rif bermoqchi bo'lsangiz, hech qachon ya'ni to'liq ta'rif bo'lmaydi. Siz ta'rif bera olmaysiz. Agar siz ilmiy sohada siz ta'rif bera olmasangiz, demak siz ilmga ega emassiz o'z aslida olganda. Ya'ni shunaqangi darajada muhim mavzu o'z aslida olganda. Xo'p, demak endi buni tushundik. Demak, shar'iy ilmlarda, arabiyatda kelarkan, kitoblarda kelarkan, masalan, lug'atan masalan biz kalimani aytdik, to'g'rimi? Al-kalimatu nimasi? Lug'atan va istilohan deydi, ta'rifini aytadi. Al-kalimatu lafzun deyiladi. O'zini lafz deyishligimiz bilan uni jinsi aslida olgan. Lafzun wudi'a li ma'nan, o'zidan mana fasli
ketdi. Va hokazo xuddi shunday demak ta'rif beriladi. U natijada nima bo'ladi? Ta'rif jomi va moni bo'ladi. Va ta'rif muarrafni ochiqlaydigan, izohlaydigan bo'ladi. Va bu narsa faqatgina arabiyat ilmlarida emas, hamma ilmlarda ishlatiladi. Xo'p, tushundik bu narsani. Endi xo'p, bizni bu hozirgi voqeligimizda, hayotimizda qanday bizga bu narsa foydasi bor? Endi tatbiqga misol tariqasida nima deysiz deydigan bo'lsangiz, aytamizki, bu juda ham ko'p holatda ishlatiladi. Biz yuqorida aytdik, demak, kulliyotga ba'zi tatbiq misollarini. O'sha kulliyotdagi narsa ayni narsa qavli sharhda ham xuddi shunday narsa bo'ladi, ta'rif masalasida. Nimaga desa, chunki kulliyot xomsdan iroda qilingan asosiy g'oya o'zi ta'rif edi. Tasavvurot qismini, mantiqdagi tasavvurot qismini asosiy g'oyasi, mabodisi, asli bu ta'rifdir. Qavli sharihdir. Va bu narsa fikrlashda, biror bir narsaga, tushunchaga ega bo'lishda juda ham o'ta muhimdir. Masalan, misol tariqasida aytamiz. Masalan, biz aytdik, demak, mantiq ilmini yaxshi bilgan odam media jihatda, mediada va informatsiyani qabul qilishda albatta ya'ni birinchidan ongli ravishda yonlashadi har bitta xabarga. Ikkinchidan unda noto'g'ri bo'lgan dezinformatsiya deb qo'yiladi. Shu dezinformatsiyaga nisbatan unda immunitet bo'ladi o'z-o'zidan. Va yana masalan manipulyatsiya qilinayotgan holat bo'lsa birdaniga ajratib oladi. Ya'ni mantiq ilmini bilgan insonda mana shu sifatlar bo'ladi. Shuning uchun ham demak o'z-o'zidan qavli sharih deydigan bo'lsak, ya'ni qavli sharihni yaxshi bilgan odam, ta'rifni yaxshi bilgan odam mana shu holatlarga tushmaydi. Masalan, siz ana foydalar sifatida aytamiz. Birinchisi noaniqliklarni ko'taradi o'z-o'zidan. Siz ya'ni u barobarki og'zaki gaplashayotgan bo'lsangiz ham, munozara qilayotgan bo'lsangiz ham, aniga sizni ro'parangizda turgan shaxsni aytayotgan gaplarini, umumiy xulosalarini to'g'ri tushunasiz. Va ya'ni u odam mavzuni zotiga tegishli bo'lgan mohiyatidagi narsalarni aytyaptimi yoki olib qochyaptimi? Asosiy mavzudan tashqaridagi bo'lgan narsalarni gapirib vaqtni cho'zib olib qochyaptimi? Shu narsani farqiga borasiz. Bu birinchi foydalardan ekan. Ikkinchidan, bir tushunchani boshqalardan ajrata olasiz. Chunki tushunchalar juda ham ko'p, bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalar ham bor-da, o'zi aslida olgan. Misol uchun mana oddiy masalan shar'iy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p firqalar bor. Hozirgi paytda, to'g'rimi? Ya'ni ahli sunnadanman deb turib, ya'ni hamma o'zini shunday hozir iddao shunday bo'lyapti, hammada. Da'vo shunday bo'lyapti. Ana shoir aytgandek, kulluhum yadda'i waslan bi Layla va Layla la tuqirru lahum bidaka idha ishtabakatil jufunu bid-dumu'i tabayyana man baka mimman tabaka deydi. Ya'ni hamma Layloga erishdim deb turib da'vo qilaverar ekanda. Laylo juda ham chiroyli bir sohib jamol qiz. Unga hamma oshiq bo'lganlar ham bu men unga yetishganman deyurar ekanda hammasi. U meniki, mening mahbubam deb hammaga o'zicha da'vo qilaverar ekan. Endi shoir aytayaptiki, kulluhum yadda'i waslan bi Layla. Va Laylo esa la tuqiru lahum bidaka. Bunga iqror bo'lmaydi hech qachon. Laylo tan olmayapti bu narsani. Endi shu holatda idha ishtabakatil jufunu bid-dumu'i, agar qovoqlar deyilgan ko'zlar ko'z yoshlari bilan ko'rinsa, aralashsa deyapti. Ya'ni rostakam hali shunaqangi haqiqiy sevgi, muhabbat, shunaqangi hissiyoti bor bo'lgan inson o'sha mahbubasiga erishish uchun ko'z yoshi ham to'kadi-da, kerak bo'lsa deyapti. Tushunyapsizmi? Ana shu holatda kim yig'ladi-yu, kim o'zini yig'laganga soldi, zohir bo'lib qoladi deyapti. Shoir bu eski she'rlarda. Demak, shundayki, demak, hamma ham da'vo qilaveradi-da hozirgi paytda. Biz to'g'rimiz deydi, biz ahli sunnamiz deydi. Masalan, Saudiyani olib qarasak, Saudiya go'yoki, ya'ni ahli sunnani
yani patentini olgan. Nima bo'lsa biz tavhidni yoygan, bu dunyoda hech kim shu tavhidni yoya olmagan bitta Saudiya yaqinda paydo bo'lib turib, masalan Britaniyaning yordamida paydo bo'lgan davlat o'sha musulmonlarning xalifasini orqasiga pichoq urib, ya'ni u pichoq ham britanskiy pichoq bo'lgan aslida olganda, Britaniya kuchi yordami bilan. O'shalar masalan hozirgi paytda shunday da'vo shunday. Rost mana shu narsaga ishonishadi. Ya'ni ular biz tavhidni yoyganmiz deydi, ahli sunna degani biza deydi. Va ular belgilab beradi, kim ahli sunna, kim ahli sunna emas. U hozir xuddi shunaqa, go'yoki ya'ni pechati bilan ular patenti ularning qo'lida, ahli sunna kim ekanligida. Endi orqasiz bu tushunchalar aslida bu narsani farqlay olishlik hammaga ham emasda asloga. Demak, siz agar siz shu ta'rif masalasini yaxshi bilsangiz, o'z-o'zidan qavli sharih va to'g'ri fikrlasangiz, o'z-o'zidan bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalarni ajratib olasiz. Ya'ni ahli sunna deganda kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va salaf solihlar tushungan ahli sunna qayerda-yu, hozirgi da'volar qayerda? Xuddi o'sha Layloga erishdim deganda hamma da'vo qiladi-da, masalan u narsa. Biz sunnat ahlimiz deydi. Shiyalar ham xuddi shunday deydi. Biz sunnat o'z biza deydi. Salla deydi hammasi, bu ahli sunnalar hammasi deydi, noto'g'ri salla deydi. Ya'ni ular shunday qabul qiladi hamma narsani. Ya'ni biza to'g'rimiz deydi. Ular ham biza to'g'rimiz deydi. Yoki bid'at ahli, xurofot ahli hammasi bu da'voni qiladi-da. Lekin siz bu yerdagi odam qanday ajratib oladi? Demak, tushunchalarning orasini ajratishlik ham bu o'sha ta'rif masalasini yaxshi bilishlikka bog'liq ekan. Bu endi ikkinchi foydalardan deb aytadigan bo'lsak. Uchinchisi, insonni biror bir narsani o'rganishlikda unga juda ham qo'l keladi bu narsa. Ya'ni har qanday narsani o'rganishlikka kalit bo'ladi. Sizda agar mantiqiy fikrlashlik bo'ladigan bo'lsa va to'g'ri fikrlaydigan inson bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi sohani sizga o'rgatmasin, siz u narsani o'rgana olasiz. Siz u narsani oldin o'qiganmisiz, yo'qmi farqi yo'q. O'rganishlik, ta'allum juda ham oson bo'ladi. Bu ta'rif shunday sizga imkoniyatlarni beradi. Yana xulosalarni to'g'ri chiqarishlikka ham sabab bo'ladi-da bu narsa. Ta'rif. Masalan, sizga kimdir nimadir deyapti, ya'ni u o'sha o'zini tushunchasiga asoslanib sizga aytadi-da. Biror bir narsani tushuntirib bersa ham, o'sha biror bir narsaga ta'rif beryapti bir odam. O'zidagi narsaga asoslanib beradi. Endi siz bu yerda u narsani tushunib tursangiz, shu zotiy narsami, o'sha asosiy mavzumi yoki asosiy mavzu emasmi? Ya'ni olib qochyaptimi yoki u ya'ni rus tilida aytadi, vakruk da okolo yuribdi deydi. Ya'ni olib qochyapti, asosiy mavzu haqida gapirmayapti-da. Bo'lar bo'lmas atrofdagi gaplarni gapirib vaqtni cho'zyapti. Mana shu narsani ajrata olasiz va munozara qilish paytida ham juda ham qo'l keladi. Endi misol tariqasida aytadigan bo'lsak, ta'rif masalasi bu hozir biz o'rgangan ta'rifni agar yaxshi tushunsangiz va bu albatta shu tasavvurot qismidagi qoidalarni yaxshi hayotga tatbiq qila oladigan darajada tushunadigan bo'lsangiz, siz masalan hozirgi paytda misol uchun yurisprudensiya deyiladi, masalan o'sha huquqshunoslikda juda ham ko'p ishlatiladi. Masalan hozirgi paytda mana o'g'ri kim, terrorist kim masalan, to'g'rimi? Yoki masalan mana hozir ko'p davlatlarning konstitutsiyasini yoki ugolovniy kodekslarini, jinoiy kodekslarini olib o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda ham har xil ta'riflar bor. Ya'ni masalan o'sha narsani sudda ham ular o'sha narsadan kelib chiqib ular ishlatish kerak o'zi aslida olganda. Lekin bu narsa masalan siz to'g'ri fikrlaydigan odam, ta'rif nima ekanligini bilgan odam, o'z-o'zidan siz biror bir narsa haqidagi ta'rifni to'g'ri bilsangiz, siz o'sha narsa noto'g'ri ishlatilayotganligini ko'rasiz. Mana shu narsa juda ham ko'p. Xuddi shunday siyosatda ham xuddi shunday. Masalan biz hozir misol qilib keltirgan terrorist degan so'zni o'zi, terrorist so'zini qaysi ma'noda ishlatishadi o'zi aslida olganda. Ya'ni u qaysi ma'noda ishlatib insonlarga nimani uqtirmoqda? Media masalan xususan televideniyada, internetda, ommaviy axborot vositalaridagi manipulyatsiyalar masalan, to'g'rimi? Yoki o'sha oddiy insonlarni ongiga singdirish
Masalan, hozirgi paytda shunday darajaga borib qo'yganki, masalan mana o'zimizni O'rta Osiyo davlatlarini olib qaraydigan bo'lsak ham, misol uchun mana davlatga qarshi chiqqan odam o'z-o'zidan kim? U demak davlatga kim qarshi chiqadi? Terrorist qarshi chiqadi. Dindor davlatga qarshi degan narsalar. Ya'ni o'zlariga noto'g'ri narsalarda bu narsa. Bu masalan biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Misol uchun, ular o'zligisi da'vo qilayotgan jamiyat o'sha narsalarni ta'rifidan kelib chiqib, agar biza bunday voqelikka qaraydigan bo'lsak, nima uchun davlatni masalan aytaylikki, tanqid qilgan odam jinoyatchi hisoblanadi? Yo'q, chunki insonlarda o'zi bo'lish kerak, fikr erkinligi bo'lish kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu narsalar hammasi ta'rifga bog'liq. Ya'ni televideniyada masalan insonlarni ongiga muayyan tushunchalar, muayyan ta'riflar sistematik ravishda singdirib boriladi. Bu narsa eski paytdan ishlatiladi bu narsa. Hozirgi paytda media hamma hayotiga kirib borganligi uchun insonni, hatto shaxsiy yolg'iz bo'lgan insonni ham hayotining ichiga kirib borganligi uchun bu narsadan juda ham ko'p foydalaniladi. Shuning uchun masalan sizga har doim qaysidir tushuncha sizga singdirishga harakat qilinadi. Qaysidir ta'rif noto'g'ri qilingan holatda sizga singdirishga harakat qilinadi. Shuning uchun ham hozirgi paytda misol uchun Yevropa davlatlarida ham terrorist desa musulmon nazarda tutiladigan bo'lib qolganda, arab musulmonlar nazarda tutiladi. Musulmon desa terrorist, ya'ni assotsiatsiya bo'lib qolgan. Assotsiatsiya degan narsa bu ham o'sha psixologiya va ijtimoiy, o'sha sotsiologiyada ko'p ishlatiladi va siyosatda ham assotsiatsiya, al-tabadur fi zihn deyiladi arab tilida. Masalan, muayyan bir so'zlar borki, o'sha narsadan al-mutabadir ila zihn, zehnga birdaniga keladigan narsalar bor. Bu narsani assotsiatsiya deyiladi. Bu shu assotsiatsiyalar, masalan, musulmon deydigan bo'lsa, terrorist assotsiatsiyasi, terrorist deydigan bo'lsa, birdaniga musulmon assotsiatsiyasi. Bu narsaga bir qachon kelindi? Sekin sistematik ravishda yillar davomida insonlarning ongiga televideniya, kinolar, seriallardagi bu hammasida axborot beriladi, hammasida qaysidir tushuncha singdirib o'tiladi. Va bu narsani o'sha mantiqiy fikrlagan odam, ongli odam albatta tushunib boradi. Bu narsani farqiga bormaydigan, ta'rif nima, tasavvur nima, o'zi umuman mantiqiy fikrlamaydigan inson bu narsani tushunmaydi. Misol uchun har qanday ichida xabar bor bo'lgan narsa, ya'ni informatsiya ko'targan narsa albatta hammasida bizga, umuman insonlarga nimadir uqtiriladi har doim. Masalan, hozirgi paytda Netflixlar chiqdi, to'g'rimi? Masalan, har xil seriallar bilan ba'zi narsalar juda ham yaxshi chiqarishadi, lekin umumiy olganda Netflixni asosiy maqsadi ichidagi, ya'ni zamiridagi ma'nolarga qaraydigan bo'lsak, tushunchalarga, qanday tushunchalarni singdiryapti yoshlarga. Asosiy tushunchalar hammasi nima? Shundayki, oilani qadrsizlash, xiyonatni tarqatishlik va ya'ni o'sha bir jism, bir jinslik aloqalar turi o'sha narsani oddiy holatgacha olib kelib qo'ydi. Bu masalan lezbiylarning hayoti yoki gomiklarning hayoti shunaqaki, hamma narsa shunaqangi ko'p ko'rsatilib, odatiy qilib, hatto multfilmlarda ham, Walt Disney multfilmlarida ham atayin shunaqangi tushunchalar bor. Bu narsani birdaniga ta'sir qilmaydi bu narsa, lekin sistematik ravishda har yili, har doim bu narsani ko'rurgan yoshlar bu narsa o'sha tushunchalar ta'sirida qoladi albatta. Shuning uchun ham masalan biz aytgan haligi hozirgi oddiy misol, musulmon, terrorist degan tushunchalar, masalan musulmon deganda terrorist degan ya'ni ta'rif berilyapti o'z-o'zidan. Tushunyapsizmi? Mana bu tushuncha bu aslida olganda. Shundan hosil bo'ladigan narsa. Bu birdaniga bo'ldimi bu narsa? Yo'q. Aslida tarixni o'rganib chiqsak, qarasak, insoniyatda juda ham ko'p qirgan, juda ham ko'p o'limlarga sabab bo'lgan xalqlar, dinlar qaysi deydigan bo'lsangiz, ochiq oydin ko'rinib turibdi. Islom dini eng tinchlik parvar bo'lgan din o'zi aslida. Butun insoniyat tarixida agar biz o'rganib chiqadigan bo'lsak, statistika qilib bahs qiladigan bo'lsak, ko'ramizki, eng katta
qon to'kishlar, insonni o'ldirishlar, qirishlar, ommaviy qurollarni ishlatishlik hammasi bu nasoralardan kelgan narsa. Bu g'arb ahlidan kelgan narsa. Lekin musulmonlarda unday emas. Musulmonlar eng juda ham kuchli bo'lgan, eng katta masalan shu territoriyalarni egallagan holatdagi o'sha katta xalifalar zamonidagi islomni o'rganadigan bo'lsak, u yerda umuman qon to'kishlik juda ham oz bo'lgan. Birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi, Nagasaki, Hirosimadagi yani yadrniy anaqalar bombalarni portlashligi va undan keyingi urushlar hammasi qarang, kim sabab? Hammasida kofirlar sabab. Musulmon sabab bo'lmagan. Musulmon faqat qurbaqadakka bosganda vaqillayapti xolos. Musulmonlarni hozirgi agar ya'ni xatti-harakatlari, raddi fe'llari faqatgina shu qurbaqani bosgandagi vaqillashiga o'xshaydi xolos. Lekin insonlar shu narsani tushunadimi? Yo'q, insonlar bu narsani umuman tushunmayapti, chunki insonlarga bu narsa uqtirilyapti. Atayin shunday ta'riflar berilyapti. Bu narsa sistematik ravishda har ya'ni yildan yilga bu narsa uqtirib boryapti. O'z-o'zidan haligi musulmonlar ham bunga o'rganib qoldi. İnsanlar ham shunga o'rganib qoldi. Ya'ni shunday tushunchalarga hosil bo'ldi. Ular shu ta'rif deganda, ya'ni o'z-o'zidan shu assotsiatsiyalarga ega bo'lib qoldi. Demek musulmon desa terrorist, islom desa terrorizm, o'z-o'zidan terrorist desa musulmon, terrorizm desa islom. Bu narsaga, bu assotsiatsiyaga aylandi. Tushunasizmi? Bu o'shalarni o'sha mantiqiy ulovkalari, mantiqiy shunaqangi ya'ni hiylalari va shunaqangi uslublarni qo'llashligi natijada qilgan, erishgan natijalaridir. Bu narsani kim farqiga boradi? Bu narsani albatta ongli kishilar, bu mantiqiy fikrlashni bilgan, tushunchalarni ajratay oladigan, ta'rifni yaxshi bilgan odam ajrata oladi. Aks holatda siz yo'q, qo'yga o'xshab yuraverasiz. O'zingizdan o'zingiz qo'rqib yuraverasiz. Shuning uchun ham demak men hayron qolaman, bu mantiq ilmini o'qimasam, bu anov bo'ladi, jahmiy bo'ladi, kofir bo'ladi degan besavod shunaqangi darajadagi tupoy deymiz, rus tilida aytiladi-ku, shunaqangi darajadagi bir ahmoq insonlar borki, o'shalar ham o'zini masalan shu salaflarga nisbatlab yoki islomga nisbatlab yoki ahli ilmlarga nisbatlab yurishadi, inson achinadi. Chunki ular har doim manipulyatsiya ostida bo'ladi. Va bu narsani ko'rdik ham masalan-da. Masalan, bu faqatgina kofirlar umumiy islom tarafiga qarab ishlatmaydi bu narsalarni. Masalan, Saudiyani o'zi yoki islomiy bo'lgan kanallar orqali ham bu narsa, bu manipulyatsiyalar qilinadi har doim. Masalan, bu narsani ko'p ko'ramiz. Inshaalloh bunga hali ko'p to'xtalamiz bunday analizlarga, inshaalloh. Robbil alamin.